Diqqat yurtdoshlarimiz uchun tezkor xabar. Ogoh bo'ling. O'zbekistonda 464 ta yonilg'i quyish shoxobchasi faoliyati vaqtincha to'xtatildi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Agarda videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda 464 ta yonilg'i quyish shoxobchasi faoliyati vaqtincha to'xtatildi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasining 22-iyunda kuchga kirgan qaroridan ma'lum bo'ldi. Hujjatga ko'ra, respublikadagi yonilg'i quyish shoxobchalari va gaz to'ldirish inshootlarida avariya va noxush hodisalarni oldini olish, xavfsizlik talablariga rioya etishni ta'minlash, litsenziyalash, ruxsat etish va tegishli xulosalarni taqdim etish sohasidagi vakolatli davlat organlarining mas'uliyatini oshirish maqsadida O'zbekistonda mavjud 6196 ta suyultirilgan va siqilgan gaz, neft mahsulotlarini quyish shoxobchalarida hamda aholi gaz ballonlariga suyultirilgan gazni to'ldirish stansiyalari va punktlarida yonilg'ilarni oldini olish hamda insonlar xavfsizligi va mehnat muhofazasini ta'minlash borasida amalga oshirilgan ishlar holati xatlovdan o'tkazilgan. Xatlov yakuniga ko'ra jami 46737 ta qoidabuzarlik va kamchiliklar aniqlangan, jumladan qurilish sohasiga oid 2218 ta, yong'in xavfsizligi sohasiga oid 7949 ta, sanoat va texnika xavfsizligiga oid 25341 ta, texnik jihatdan tartibga solish sohasiga oid 3354 ta, belgilangan texnologik jarayonlarni ta'mirlashga oid 7875 ta. O'tkazilgan xatlov davomida 7166 ta kamchiliklar joyida bartaraf qilingan va 464 ta yoqilg'i quyish shoxobchasi faoliyati vaqtincha to'xtatilgan. 2026-yil 1-sentyabrdan boshlab barcha turdagi yonilg'i quyish shoxobchalari va gaz to'ldirish inshootlarida, shu jumladan yonilg'idan o'z ehtiyoji uchun foydalanadigan obyektlarda belgilangan xizmat muddati tugagan yoki ishlab chiqarilgan sanasi aniq bo'lmagan ortiqcha bosim ostida ishlaydigan uskunalardan foydalanish 2030-yil 1-yanvargacha cheklanadi. 2026-yil sentyabrga qadar insonlar hayoti va sog'lig'iga xavf tug'diradigan, jamoat xavfsizligi va atrof muhitni muhofaza qilish, sanoat va yong'in xavfsizligi hamda shaharsozlik normalari va qoidalariga, shu jumladan belgilangan muhofaza zonalar talablariga javob bermaydigan yonilg'i quyish shoxobchalari va gaz to'ldirish inshootlari reyestri shakllantiriladigan hamda ularni bosqichma-bosqich xavfsiz hududlarga ko'chirish yuzasidan chora-tadbirlar ishlab chiqariladi. Yonilg'i quyish shoxobchalaridagi baxtsiz hodisalar. 2026-yil 1-iyun kuni Qarshi tumanidagi maishiy gaz ballonlariga suyultirilgan gaz quyish shoxobchasida portlash sodir bo'lib, 6 kishi halok bo'lgandi. 2025-yil yozda Qashqadaryo viloyatining Ko'kdala tumanidagi aholi suyultirilgan gaz ballonlari tarqatish shoxobchasidagi portlash ham 6 kishining umriga zomin bo'lgandi. 2026-yil dekabrda Farg'ona shahridagi avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchasida portlashda ayol va uning 4 va 2 yoshli farzandlari hamda 8 yoshli jiyani yonib ketgandi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.